Bismillahirrahmanirrahim. Ota bilan bir o'g'il bir ayb ish qilib qo'lishdi. Otani va o'g'ilni qozilik mahkamasiga olib kelishdi. Qilgan jinoyatlarini ko'rgandan keyin 10 darra otaga uring, 10 darra o'g'liga uring. Oldin otadan boshlang dedi. Otaga 10 darra urildi. Tishiga qo'yib miqitmay kaltak yedi. Birozdan so'ng o'g'liga navbat kelib, o'g'ilni kaltaklashganda, har bir qamchi urganda ota dod deb baqirdi. Ey, boya o'zingga bundan qattiq uruvdik, dod demading, endi bolangga urganda dod deysan. Qozi janoblari, boya teri go'shimga urdinglar, hozir jigarimga uryapsiz, og'rig'iga chidolmayapman degan. Ota hamma narsaga chidaydi. Bolasini kasal bo'lib voh deb yotganiga chidolmaydi. Bolasini qiyinchilik tortayotganiga chidolmaydi. Janglarda, urushlarda hech narsani o'ziga olmagan otalar ozgina bolasini boshiga musibat kelib qolganda dod deydi. Biling, o'g'illar, qizlar, otalar mehrini, otalarni qadrini